Assalomu alaykum, Baraka Turk kanali obunachilari, hammangizga xayrli kun, kuningiz xayrli va barakali bo'lsin. Yoshlik mahallasida joylashgan, birinchi etajda joylashgan 3 xonali uy sotilayotir. To'g'rimizda zal bor, yonida spalni, sanuzeli и детский комната. Joyning ichini qo'llangancha tanishtirib o'tamiz. Remontini ko'rib turibsizlar, вообще premium sifatda ajoyib etib remont etib qo'yibdilar. Egasini men videoni sarlavhasini yozib qoldiramiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishdan chiqmasin. Chap qo'limizda rakovinani chiroylatib, ajoyib etib o'rnatib qo'yibdilar. Chap qo'limizda banda oshxona bor. Bir de zal. Zalni ko'rishingiz mumkin. Zal ham ajoyib etib remont etib qo'yibdilar. Hammaga shunday chiroyli, yaxshi uylarda yashash nasib etsin. Ajoyib joy olamonda bo'lgan yakınlara ana shu uydan tashakkur qo'ying. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Отоплениялari o'tib turibdi. Demir eshikdan zo'rindan qurib qo'yibdilar. Bir de spalni. Spalni ham zo'r etib remont etib qo'yibdilar. MDF eshikdan ham ajoyibundan yaxshisidan qo'yibdilar. Bu yerda sanuzeli. Sanuzelning sifatini gap bo'lishi mumkin emas. Вообще idealniy deb ishlab qo'yibdilar. Kotyoli bor. Suv sovuq suvdan muammo yo'q. Детский комнатani ko'rdingiz. Детский комната ham ajoyib. Hamma narsasi qoladi, hech vajdan olib ketmaydi ekanlar. Kelib, ko'rib, yoqsa xarid etaverasiz. Notariusda pulni sanab, hozirda o'tirib olaverasiz. Konditsioner ham bor. Dokumentlari 100% tayyor. Egasini aytish bo'yicha dokumentdan muammo yo'q. Keyin bu yerda oshxona yonida chiroylatib uголокni o'rnatib qo'yibdilar. Холодильник bor, televizor bor. Kelib, bemalol ko'rib, yoqsa xarid etaverasizlar. Joyning narxini kelgan bo'lsak, narxi 450 million so'm aytib turibdi. 1-2 so'm xayrona qaytib kelishib beriladigan. 450 million so'm. 1-2 so'm xayrona qaytib kelishib beriladi. Yonda oshxonasi. Mana oshxona mebellaridan ham ko'rishingiz mumkin. Gaz plitasi, kuxonniy mebellar ham eng zo'rlaridan ko'p qo'yibdilar. Bemalol kelib, ko'rib, yoqsa xarid etaverasiz. Bu yerdan o'tiradigan yer bor ekan. Oynalari bor, jaluzi pardalar o'rnatilgan. Hamma sharoitlarga ega tayyor 3 xonali xonadon. Hozir manzillarni ham qo'llangancha tushuntirib o'tamiz. Hammaga rahmat. Yaqinlar aynan shu uydan tashakkur qo'yish yerdan chiqmasin. Oriental Vishkanda. To'g'rimizda 4 yil televiziyasi, shundan shunday girib kelasiz. Demir yo'l tarafiga qarab, bir dena ostanovka bor. Ostanovkaning orqasindagi dom. 2 etajli domni, birinchi etajida 3 xonali uy. Bu yon tarafimizda Nursaroy to'yxona bor, kadastr bor. Mana shu yerdagi dom. Birinchi pod'ezd, 2 etajli domni, birinchi etajida joylashgan uy. Pod'ezddan shunday girib kelasiz. Chap qo'limizdagi 3 xonali uy. Mana shu sotiladi.